Yaxşımı, mən Naziye'nin apsi, hava rayının özgürüşüge əgişip, həmmimiz öy besib deyədəkmi şu qumluqtumu bu kitbarımız. Mən şun bugün sizlərə bədəngə intayın quvvat qıldığan, həm köngülüge təyməydiğan migüy citağıyani əttirgül toxu şorpusini ögtüb qoymaqçı. Əmiz başlap getdik. Bir dal yerlik toxunu pakız tuzsuyga juyup algandan keyin müştaq 3 barmaq çoğunluqda çanap tayyor qilib olamiz. Ondan qozonimizga sevib olamiz. Men bundaq shago ishlatdim. Odatdagi qozon bo'lsin bo'ladi. Bunun ketadigan saylar bo'lsa, so'ng piyoz, sinjang, samsaq, yarim tal ko'kloza. Sinjangni yaproqlab to'g'rab olamiz. So'ng piyozni bo'lsa 4 santa atrofida uzunchoq to'g'rab olamiz. Bularning hammasini mush qozonimizning tepasiga selib olamiz. To'g'ri go'shtning ustiga selib samsaqni bo'lsa bütün selib etamiz. Ondan o'choqning tepasiga qo'yib, sovuq suv quyib olamiz. Sovuq suvimizni quyib, tayyor qilamiz. Ondan sho'rpimiz qaynab chiqqandan keyin mush tepasidagi ko'pikchilarni mishda pak suzib o'tamiz. Endi mayli to'xu sho'rpisi bo'lsin, beliq sho'rpisi bo'lsin yoki qo'y go'shti sho'rpisi bo'lsin, hammasini tepasiga mishda ko'pikchi o'rlab chiqdi, yem qaynab chiqqan chaqda uni pak suzib o'tmasak, mushu ta'miga ta'sir etadi. Ondan tuz selib olamiz, azroq jijin selib olamiz, hajo selib olamiz. Uningga azroq oqmus selib o'tdim. Uningdan keyin buning eng muhim bo'lgan mana mush attirgul Lacindana. Lacindandan 3 dal, 4 dal sevettik. Boz salimiz, bumuz boldi. Onundan başka yana alıqatdan bir 10 dal sevettik. Onundan keyin çılandan 7-8 dalni müştaq kesib etib, bıçaq urib etib sevetimiz. O vaxtada təmib, çılandan təmib şorpa texmi yaxşı çıxıdı. Ondan ağzını yiyip 40 minut ətrafında dümləb pişirib alımız. Ondan mən 4 dal tuxumni suda pişirib elib, onu yağ bilan teshib etib, şorpani ichiga selib etdim. Bu vaqtda bundaq bo'lganda o tuxumning ichiga şorpaning ta'mi, doğrudanmalarımızın ta'mi shunda singib kirib, texmi pes ta'miga kirdi. Uni keyin ağzını yiyip yana yarım saat dümləb pişirimiz. Mana endi olduq, to'xu şorpamiz tayyor bo'ldi. Qarang ranginin şorpının rengi sop-seriq shunchalik chiroyli chiqdi. Mana go'shtlarim shunda titilib, shunda chiroyli ko'p nima shu gülümüzning, lacindanining, chilanlarning puraqlab dimqimizga urilib degdek chiqdi-da. Mana buni menda qishki tavoq qusib oldim men. Mana tuxumning rangini sop-seriq bo'lib, aşı doğrudanmalarning hammasi singib kirdi. Tuxumni bir chatga olib qo'ydik. Avval go'shtini suzib oldik, uni tepasiga sho'rpini quydik. Uni ustiga tuxumni o'ttirni ishki qilib tevitimiz. Ondan azroq so'ng piyozning ko'ki bor, o ashning bilan ko'k lozimizni inchik to'g'rab tepasiga selib etamiz. Uningdan keyin yana 3 tal ashoyliq attirgul g'ozikini uvab turib tepasiga chechib etamiz. Bundaq bo'lganda attirgulning ta'mi texmi purqi, texmi pes chiqdi.